bir tafsir keltiribdilar ustozimiz. Tafsirlarda Hazrati Nuh alayhissalatu vassalam kemaga hammani olib chiqqanlarda orqalaridan bir it ergashgan ekan. Qo'tir bir it ergashganga, sen it nima qilyapsan deb bir tepib yuborgan ekanlar. Hazrati Nuh. Shunda it tilga kirib, "Men ham Alloh yaratgan maxluqman-ku meni." deganlarida o'zlariga ibrat olib bir umr yig'lab yurgan ekanlar. Nuh niyohadan ekan. Ya'ni bu yerda Allohning yaratgan maxluqotlariga aziyat berib uni past sanash mumkin emas. Qarang, bizga payg'ambarlar, ular ma'sum, lekin bu voqea nimaga keldi? Bizga ibrat uchun. Shu itga ozor berdim deb bir umr yig'lab yurgan ekanlar. Hozir odamlarga ozor beryapti musulmonman deganlar. Bir ishit degan balolar chiqqan bular. Hech qanaqa musulmonchilikka to'g'ri kelmayotgan ishlarni qilyapti. Nimaga? Bu itga ozor bermagan ekanlar Hazrati Nuh alayhissalatu vassalam. Mana bu narsani biz o'zimizga ibrat qilib olishimiz kerak har birimiz.